Assalomu alaykum hammaga. Men bugun dim asabiylashib, Gurlan tumanidagi soliq idorasiga bordim. Uchun deganda, men oqshom soliq.uz ilovasiga kirib edim. Endi yer-mulk soliqini qarzingiz bo'lsa to'langlar. Oktyabrning 15-chi ikkinchi yarim yillikda to'langlar deb ish joyida aytibdi, qarzdorlik bor deb. Shuni kirib ko'ring desam, qarzdorlik yo'q chiqdi. Qarasam, salkam 2,5 million so'm ziyod to'lanib turibdi ekan. Yana atayin, nima deydi? Menda hech qanday tomorqa yer yo'q. Shundadan tomorqa yer atama yozib qo'yibdilar. 2023dan beri yozib qo'yibdi ekanlar. Shunga 171 ming so'm qarzsan deb chiqib turibdi. Yil uchun. Endi prezidentimiz 15-iyulda qaror chiqargan ekan. Soliqlarni 3 karra hisoblashdi. To'xtatib, 1 karra hisoblaysan degan ekan. 2024 gacha hisoblaysan degan ekan. Endi shuni qayta hisob-kitob bo'pti. Bizlarga endi soliq.uz ilovasida chiqib turgan ekan. 2,480 ming so'm ziyod to'lab qo'yibsiz ekan dedi. Yozilib turibdi shu yerda. Shuni qaytarib olish neti bor ekan. Shunga men bugun borsam, kadastrga bordim. Uchun dedim, tomorqam yo'q yerga mana tomorqa qo'yibsizlar desa, "Avval olgansizda" dedi. Men 2018da kadastr tuzdirganman. Shu vaqtida hech qanday menda tomorqa yer bo'lmagan. Mana shu kungacha da bo'lmagan. Yo'q, olmaganman. Men o'zim больницада ishlayman. Lekin shu больницаga endi qarzdorliging bo'lsa, oylig'ini olib qolamiz. Olib qolish haqqi bor agar qarzdorligim bo'lgan taqdirda, lekin shu налогni to'lasin deb налог idorasi yuborib yotgan. Lekin налог idorasi spiska yuborgan bilan qayta biz ziyod to'lab qo'ygan ekanmiz. 2,400 salkam 2,5 million so'm. Shuni qaytarib olish mumkin. Chunki endi ziyod to'langan ne u? Pul dedi. Shuni qaytarib oling deb borsam, налогdagilar nima deydi? Yo'q, biz uni qaytarib bera olmaymiz dedi. Biz qayta hisob-kitob etik, qayta siz qarzdor bo'lib qolasiz yili dedi. Siz yili 2024 gacha netilgani ziyod deb shuni qaytgan bo'lsa, endi bu yana 25 bilan 26 niki endi hisoblasak qarz bo'lib qolasiz dedi. 2025 da nereden hesaplaysan? 3 karra hisoblab qo'yibsan, shuni men to'lab qo'yibman 2025 da. 2026 ham hisob-kitob etib, yilning boshida chiqarib qo'ysalar. Shuni to'lab qo'yibman-ku. Qarzdorlik yo'q, yer-mulkda deb qo'yibdi-ku. Uni adashib netgan. Kompyuterda yuqorida o'tirgan, Toshkentda o'tirganlar noto'g'ri netadi ekanlar. Bizdan Gurlanda o'tirganlar to'g'ri hisoblaydi ekanlar. Qaranglar. Bu nima degan gap endi? Men ariza yozing. Ziyod to'langan pulni qaytarib oling desa, ariza yozganingizning bir tiyinlik foydasi yo'q. Отказ bo'lib ketadi u. Biz hisob-kitob etmadik buni dedi. Bular oljoq vaqtimda o'zlari shunday tez hisob-kitob etib olganlar mana. Soliq.uz ilovasida chiqib turibdi mana. Shuncha pul ziyod shuni qaytarib olish mumkin deyilgan, lekin Gurlandagilar bermaydi ekan. Bular o'zlaricha netib turibdi. Olgan pulni hazm etdi bular, ishlatdilar xalagancha. Endi belgilari kelmay turibdi-da. Endi bular o'zlaricha netib turibdi, hisob-kitob etadilar. Oddiy xalq hech narsani tushunmaydi deb o'ylaydi-da. Plan tugan bo'ldi, tugan. Siz yana 1 millioncha so'm qarz oldingiz. Siz plan so'm ziyod deb turasiz, 2,5 million. 2,5 million ustidan yana ziyod bo'ldi dedi. U nerdan ziyod bo'ladi? Nerdan qarz bo'ladi? O'zi 3 karradan hisoblab olgan bo'lsan 24 da. Ya'ni shu yillaringni qaytib 1 karraga tushirishim kerak bo'lsa,
Şu tushgandan keyin ziyod pullar chiqadi, shuni qaytib berishing kerak-ku. 25nikini 3 karra aytib hisoblab olib bo'lgan bo'lsang, 2026ni kiram 3 karra hisob kitob etib olgan bo'lsang, nechuk men yana qarzdor bo'lishim kerak. Bu davlat idoralari olganda shunday tez olib qo'yadilar. Beratan vaqtida belgilari kelmaydi. Agar bizlarda bir 1000 so'm, 2000 so'm qarz bo'lgan taqdirimizda avtomatik qirqib oladi, sana ziyod o'tib ketdi bu deb. Sen qarzsan deb. Lekin agar bular idoralar, davlat idorasi qarz bo'lsa, ziyod olib qo'ygan bo'lsa, shuni qaytib ber desa, yo'q, mumkin emas deydi. Berilmaydi u deydi. Bir sizda emas, butun respublikani shu qaytib berishga majbur emasmiz. Biz qayta hisob kitob etik, qarzdor bo'lib chiqasiz yana deydi. O'zi ziyod to'lanib turgan bo'lsa, nechuk qarzdor bo'laman? 3 karra hisoblab olgan narsangni endi 1 karra hisoblab berasan, 2 karrasi ziyod desa, yana men uchun qarzdor bo'lishim kerak. Yomon zo'r bo'lar. Nayyaga. Bu O'zbekistonda qanday bo'ldi? Yashash o'shim qiyin bo'lib ketadi bu. O'zingning haqqingni, o'zingning pulingni so'rasang ham bermaydilar. Astag'firullah. Sal shu noloqni to'lashdan bir kun o'tib keting, penya mindiradi. Yili noloqni to'lab qo'yibman biladi. Penya mindirgida nesi yo'q, yili oktyabrning 15-idagi yo'q. Lekin ustunda penya hisoblab, penyalar ham to'laysan deb qo'yibdilar. Soliq idorasini rivojlantirish uchun penya to'lashim kerak ekan. Uni nosini rivojlantiring. Yana shu oddiy xalqning yer mulk soliqlarini ko'proqdan ziyod olsin deb rivojlantirishim kerakmi? Avvallar qadimda birovning yer mulk solig'ini yana bir odamga qo'shib yozib berib, adashib ketibmiz deb o'tiradi. Qarzsan deb ustunga kelaveradi. Сейчас 23. Bo'ladi, to'la deb. Endi bugunligida bo'lar ziyod olibdi. Endi sizlar qarzlar, shuni qarzni to'laysiz. Yo'q dedi. Biz qarzdor emasmiz dedi. Endi biz o'zimiz qayta hisob kitob etaylik, siz o'zingiz qarzdor bo'lib chiqasiz dedi. Oyoqdan respublikadan hisob kitob etib kelinib turibdi. Soliq o'z ilovasida chiqib turibdi. Qaytarilsin. Ziyod pul. Eldindan to'lanib ketgan shuncha pul. 2.480.000 so'm. Qaytarilsin, kartaga o'tkazilgan hisob raqamga deyotir. Yo'q. Biz yili qaytadan hisob kitob etamiz. Yil hisob kitobimiz tamom qo'yib dedi. Mana chiqib turibdi dedim, ko'rsatdim. Hisob kitob etilgan. Mulk qancha so'm ziyod to'langan, yer solig'idan qancha chiqarilgan. Undan keyin yo'q, tomorqalar qancha so'mlar chiqarilib ketgan. Siz deydi tomorqaga to'lamagansiz deydi. Yo'q deydi. Tomorqaga to'lanmaganda menga qarz yo'q degan spravka chiqmaydi. Mana hozir yil hisobimda shu qayta hisob kitob bo'lgan vaqtimda men tomorqaga pul to'lamaganman. Shunda yo'q, tomorqaga qancha to'layman. Lekin avvalgilarda bilmay to'lab yuraverganman. Yer mulk solig'i deb yozib berib chiqarib turgan bo'lardi, hisob kitob etib. Ya'ni shunday plan so'm deb olib o'tiraverganlar. Biz ham yer mulkni to'lab o'tiribmiz deb to'lab o'tiraverganmiz. Yilda mana to'lamagandan keyin endi buni bilib qolib to'lamay qo'ydim. Menga yer mulk solig'idan qarzi yo'q degan spravka, ma'lumotnoma bermay turibdi. Kadastrga borasiz. Shu narsangizni o'chirtirasiz, yo'q tomorqangizni. Haqiqatda yo'q deb o'chirtirasiz dedi. Bu kadastrdagilar ham zo'r. Bu tomorqangizni o'chirishga qo'yamiz, lekin bugun o'chmaydi bu dedi. O'chsa 45 kundan keyin o'chadi dedi. Qaranglar, 45 kundan keyin. Hech kimni indamay, tindamay, so'ramay, netmay, otinga xolagan ishini aytib o'tiribdi bular. Endi biz nish yetishimiz kerak. Qana mas'ullardan bir ne kutamiz endi bu deydi bular, deb izoh beradi. Buni tekshirib netatan odam bormi ekan o'zi?
tekşireten onlaram şu ya налогdagilar, salıqdagilarga oxşaganmı eken? Bilmeymen endi men birovga bir narsa diye almaydım. Men bu devlet idaralarına, mensapdarlarga umumam işonchim qolmay baradır. Hükümet azalары oddiy xalqni talash bilan shug'ullanib yotir. Başqalar sizlar ham ko'ringlar. Yer mulk soliqlaringizni, boshqa soliqlaringizni tekshirib. Sizlarga shunday ziyat bo'lib yotganda meniki 2,5 million bo'lib turgan bo'lsa, boshqa birovlarning uy joylari ko'p, to'lanadigan soliqlari da ko'p. Shuni yana 3 karra hisob kitob etib o'tirgan bo'lsa, 10 million, 15 million, balkim 20 million ziyat to'lab qo'yganlaringiz bordi. Mas'ullardan kutamiz bu tekshirishni, qandaydir bir javob qaytarishini. Adolat yuzaga chiqishini kutaman. Mening to'langan ziyat pullarimni noqonuniy bo'lib o'zi hisob kitob etib, olgan pullarini menga qaytib bersinlar. Mas'ullardan bir aniq javob kutaman endi. Bilmayman endi nechitaman bularni. Endi prezidentning yanına barib aytib kelish kerakmi? Shunday bo'lib turibdi deb. Prezident qaror chiqargan bo'lsa, endi 24 gacha hisob kitob et tag'in bir karragan edi. Bizlar 2024 dan keyin buyog'ini 25-26 ni baribir 3 karradan hisoblaymiz. Buni qaytaradigan yeri yo'q dedi. Hisob kitob etib olib bo'lib qo'yibsan-ku, olib qo'y. Yana nima uchun men qarzdor bo'lishim kerak? Tavba etdim, astag'firullah. Musurchilar ham 2000 so'm qarzga suytingni o'chiraman deb dodda bidat deydi. Bizlar налогдагы to'lamaymiz. Sen bizlardan shuncha ziyat 2,5 million so'm ziyat olib qo'yibsan. Qaytar shuni desam, yo'q, qaytara olmaymiz dedi. Kadastrdagilar ham sening atingga xalagancha dedi. Endi bizlar hamma narsamiz internetga joylashdi. Hamma narsa internet davri 21-asr internet davri bo'ldi. İnternetga kirib hamma ma'lumotlarimiz har kim o'zi xalagancha foydalanib, bizlar shuni deyib, shuncha peshonat yer to'gib tog'an pullarimizni bu ya налогda o'tirgan noinsoflarga to'lab o'tiramiz ekanda. Noinsof deb haqorat etdingizlar demanglar. Axir men ham ansat emas. O'zlaringiz shunday deyishga majbur ettirsiz. Uchun deganda, axir ziyat to'langan pulni qaytib bersa, qaytib bermayman degandan keyin insofi bor odam deb o'ylaymanmi axir? Qara, aytinglar. Insofi bor odam shuni tutmaydi-ku. Qayta hisob kitob etilgan bo'lsa axir mana. Ziyat yerlarning pullari. Bir karra hisoblashdi, uni 2 karra hisoblanib, 3 karra hisoblanib ketgan. Shu 2 karrasini qaytargan yerinde o respublikadan oyoqdan yuqoridan tayyor kelib turgan narsani uchun bular chiqarmaydi bu yoqqa. Uchun bermaydi qaytib. Bular xalqdan olmoqni biladi. Olishni biladi. Berishni bilmaydi. Olarda ah canım, bererda vah canım ekanda bular. Quruq olaversa bular. Hamma beraverish kerak bular. Hech qachon onlardan so'ramaslik kerak. Qachon to'yadi bular? Ha? Qachon to'yasiz? Soliq idorasidagilar qachon to'yasizlar? Qana aytinglar, o'lmagaysizlar. Qachon to'yasizlar? Xalqning pullarini olaverib, lishni olaverib qachon to'yasizlar? Qachon biz sizlarga ziyat to'lashni to'xtatamiz? Qachon biz o'zimizning peshonatlarimizni orqani ishlatamiz? Javob beringlar, iltimos. Hammangizning e'tiboringiz uchun rahmat. Mas'ullardan bir izoh kutib qolaman.